yozuvchidan o'rab oylama tutatadi kimlar esa burishib qo'lidan bir yil hududini olardilar. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Har doimgidek O'zbekiston va qit'amizda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanal boshlovchisi Muhammadjon o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rish turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun ham ajoyib mavzularga to'xtalamiz. Bilasizmi, jahon chempionati yaqinlashib kelgani sari o'zbek futboli uchun, O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun xavflar ko'payishi boshlandi. Ya'niki qanaqa xavf deyishingiz mumkin. Ushbu rolikni erinmasdan oxirigacha tomosha qilsangiz, barcha savollarga va qanday terma jamoamizga xavf kelayotganligini bilib olasiz. Avvalambor qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Men Muhammadjon, Osiyo futbol kanal boshlovchisi. Ushbu kanalni yuritaman. Asosiy mavzularimiz, asosiy diqqat e'tiborimni O'zbekiston, Osiyo va ba'zida dunyoda ro'y berayotgan eng muhim futbol xabarlarini yoritib borishga harakat qilaman. Beayb Parvardigor, agar xatolarim bo'lsa, buning uchun siz qadrli obunachilardan uzr so'rayman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Men boshlayman. Qadrli do'stlar, asosiy mavzuga to'xtalamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasining ishongan tog'i, ishongan bog'i, jahon chempionatiga chiqishiga katta hissasini qo'shgan xorazmlik futbolchi Jaloliddin Masharipov va nihoyat operatsiyaga rozi bo'ldi. Bu savollar albatta oldinroq ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan edi. Bu xabarlar, ya'niki Jaloliddin Masharipov oyog'idan, aniqroq gapiradigan bo'lsak, tizzasidan jarohat olgan, lekin operatsiyaga rozi bo'lmayapti Masharipov. U shunchaki dori-darmonlar yoki oddiy usul bilan davolanmoqchi degan xabarlarni Eron matbuoti, xususan hozirda Eronning Istiqlol klubida to'p surayotgan Jaloliddin Masharipov haqida Istiqlol klubi bayonot bergan edi. Ushbu voqea o'tgan yili 2025-yil yozida, iyulda bo'lgan edi. Masharipov tizzasidan jarohat oldi. Buning tuzalishi uchun, ya'niki o'zini oldingi yaxshi formasiga qaytishi uchun Jaloliddin Masharipovni faqatgina operatsiya qilib davolash mumkin degan fikrlar ilgari surilgan edi. Lekin Jaloliddin bu narsaga rozi bo'lmadi. Ko'p o'ylanishlar bo'ldi, har xil taxminlar qilindi va nihoyat jahon chempionatiga sanoqli kunlar qolganda o'sha biz yaxshi ko'radigan Jaloliddin Masharipov operatsiyaga rozi bo'ldi. Bu qaysidir jihatdan Jaloliddin